Qotil mashinalar o'tgan qismda. Biz qotillikda qolgan barcha izlarni tozalab, Brentning hovlisiga daraxt ostiga kelib, uni bo'yniga sirtmoqni solib osib qo'ydik. Uning oxirgi gapi, hali bu narsalar senlarni boshingni yeydi. U oxirgi gaplarni deyarli ingrab aytdi. Biz uydagi hamma pullarni teng taqsimlab, hujjatlarni soxtalashtirgan holda mashinalarni o'zimizning nomimizga o'tkazib oldik. Politsiya Brentni mast holda bo'lgani uchun o'z joniga qasd qilgan deb topdi. Shu bilan ish yopildi. Ko'nglimiz biroz xotirjam bo'ldi. Yaxshiyam bizning kirdikorlarimiz fosh bo'lmadi. Orttirilgan boyliklar bilan ajoyib bir ziyofat uyushtirdik. Afsus, biz o'g'irlikni bunday yakunlanishini bilmaganmiz. Ertasi kuni avtosalonga qaytdik. Hamma o'zi ega chiqqan pulga yangi uy sotib oldi. Hayot bir tekisda davom etyapti. Brent bilan bo'lgan voqealar esdan chiqib ketdi. Dahshatli voqealardan so'ng bir oy vaqt o'tdi. Bugun ishdan kech qaytdik. Juda ham charchab ketganim tufayli ovqatlanmasdan uyquga ketdim. Yarim tun. Ikkinchi qavatdan kimdir zinadan tushib kelyapti. Hayron qoldim. Uyda bir o'zim yashayman. Uyda mendan tashqari hech kim yo'q. Tezda o'rnimdan turib zinaga qaradim. Lekin u yerda hech kim yo'q. Qaytib yotib uxladim. Tushimda jon tuzayotgan mashina o'zini ustiga tushib ketibdi. Uyg'onib ketdim. Soat tongi 7:00. Shunaqa ham tush bo'ladimi? Avtosalonga yugurdim. Yetib borishim bilan Michael oldimga keldi. "Jon, senga telefon qildimi? Uni ertalabdan beri qidiryapmiz." Shu tariqa uni 3 kun qidirdik. Keyin Jonni jasadi uyining yerto'lasidan topildi. Tezkor qidiruv ishlari olib borgan ekspertlar va politsiyachilar Jonni o'z joniga qasd qilgan deb xulosa qilishdi. Jon yerto'lada osilgan holatda topildi. Biz uni o'z joniga qasd qilganiga ishonmadik. Chunki Jon osilgan matoh ip emas, balki tikonli simlar bilan osilgandi. Qolaversa, hayotdan ko'ngli to'q odam nahotki o'zini o'ldirsa? Vaholanki, hamma qayg'uga botgan, ayniqsa Jonning oila a'zolari dafn marosimini o'tkazdik. Men bir narsaga hayron qoldirardi. Jon nega bunday qildi? 3 kun avval Jonning uyi soat 22:00 da Jon uyiga kelib, kiyimlarini alishtirgandan so'ng ovqatlanish uchun oshxona tomonga o'tdi. Yengil ovqatlangandan so'ng televizor qarshisida xonasiga chiqmasdan uxlab qoldi. Yarim tun. Jon ko'p qavatli uylarning birinchi qavatida yashardi. Qandaydir shovqindan uyg'ondi. Garaj tomondan mashinaning dvigatel ovozlari kela boshladi. Tinchlikmikan? Mashinani qulflagandim shekilli yoki o'g'ri tushdimikan? U shunday o'y-xayollari bilan garaj tomonga yo'l oldi. Garaj eshigini ochishi bilan ovoz tinchib qoldi. Mashina ichini va salonlarini ko'zdan kechirar ekan, shubhali narsaga ko'zi tushmadi. Mashinada nosozliklar bormikan? Bo'lish mumkin emas. Axir BMWning so'nggi rusumdagi mashinasida qanaqa nosozlik bo'ladi? Bu shamashum kunda Brentning halokatiga sabab bo'lgan mashina edi. U endi mashinadan tushib
garaj eshigi tomon burilgan ediki, qarshisida turgan Brentni ko'rib dahshatga tushdi. Sen o'lganding-ku, dedi Jon duduqlangancha. Brentning bo'ynidagi orqan izi, yuzlari qon aralash unga vahimali kulimsirab turgandi. Tavba qilib, "Ol, hozir seni o'zim bilan olib ketaman", dedi va dahshatli ovozda kula boshladi. Jon qo'rqqanidan yerto'la tomon yugurdi. U kuchi boricha yugurib, suv boshqariladigan xonaga kirib eshikni yopdi va yerga o'tirib qoldi. Orqasida esa "Qochib qayerga ham borasan?" deya Brent xirildaloq ovozda gapirdi. "Jon, mendan nima xohlaysan? Meni tinch qo'y." Uning qo'l-oyoqlari qaltirardi. Brent, "Sen mendan ham battar o'lim topasan", dedi. Jon, "Yo'q, iltimos, meni kechir. Biz xato qildik. Nima desang aytganing qilaman." Brent, "Buni o'ldirishidan avval o'ylash kerak edi". u shunday dedi. Va Jonni bo'g'ib tepaga ko'tardi-da, otib yubordi. Keyin qayerdandir o'tkir jism bilan Jonning oyog'iga zarba berdi. Jon baqirgancha yerga yiqildi. Oyoqlaridan tinmay qon oqardi. Emaklab eshik tomon talpinayotgan payt Brent uni bo'ynidan tikonli simlar bilan bo'g'di va suv quvurlari temiriga osib qo'ydi. Jon tinmay jon talvasada simni bo'shatishga urinardi, ammo foydasi yo'q. U ingray boshladi. O'layotgandi. Brent xunuk ovozda, "Men senlarga aytgandim ha, bu boyliklar senlarni boshingni yeydi deb". dedi va baland ovozda kula boshladi. Hozirgi kun yaqin do'stimiz Jon bu olamni tark etdi. Jonning o'limi nega tushimga kirdi? Shu savol meni qiynayapti. Yarim tunda eshitilgan qadam tovushlarichi? Aniq bilmayman. Men, Fred, Michael va Viktor to'rtta og'aynilar avtosalonga qaytdik. Endi Jon yo'q. Nachora biznesda hissiyotlarga berilmaslik kerak. Ishimizni davom ettiramiz. Voqealar rivojini kutamiz. Salonda ishlar yaxshi ketyapti. Faqat oramizda Jon yo'q. Bo'lib o'tgan ishlardan keyin hammamizda vijdonimiz qiynaldi. Endi attang qilishga ancha kech. Bugun tunda uyimga qaytdim. Yuvinib olish uchun vannani to'ldirib suvga tushdim. Ancha charchabman shekilli. Suv ichida bo'lsam ham ko'zlarim uyquga ketib qolyapti. Kun og'ir kechdi. Yengil ovqatlandim-u uyquga ketdim. Yarim kechasi qandaydir shovqindan uyg'ondim. Ko'zimni ochsam, Brentning hovlisida daraxt tagida yotibman. Atrof jimjit. Men bu daraxtni esladim. Ha, aynan biz Brentni osib qo'ygan daraxt edi. Shunda ortimdan ovoz keldi. "Ajaling izlab keldingmi?" Orqaga qarasam, Brent menga dahshatli qiyofada, yuzlari qon ahvolda, qahri nigohlar bilan qarab turgandi. Qo'rqib ketdim. Endi qochmoqchi edim hamki, u yonidan pistoletni olib oyoqim tomon 2 marta o'q uzdi. Emaklab yo'lak tomon sudralib ketayotganimda ortimdan mashina ovozi eshitildi. Uning ichida Brent o'tirardi. Mashina meni majaqlab ketdi. Dahshat. Qo'rqib uyg'onib ketdim. Xayriyat, tushim ekan, la'nati. Shunaqa ham dahshatli tush bo'ladimi? Ancha payt uyqum kelmadi. Xayollarga berilib yana uxlab qolibman.
Ertalab uyg'onib, mashinaga o'tirib, salon tomon yo'l oldim. Bolalar mendan oldin kelishgan ekan. Kechagi tush haqida Maykelga gapirib berdim. U esa, "Hoy, echingni yedingmi? Bu haqda qayta og'iz ochma. Brent o'lgan. Bu oddiy tush xolos. Zarari yo'q, o'tib ketadi" dedi. Uning gaplari ancha tasalli berdi. Bugun havo ajoyib, yomg'ir isi kelyapti. Ishlarimni bitirib uy tomon yo'l oldim. Ko'chalar salqin, yomg'ir yog'moqda. Uyga kelib kechki ovqatni yedim va televizorni yoqdim. Futbol tomosha qilib uxlab qolibman. Tushimda Maykel mashinasi bilan katta tezlikda ketayotib, halokatga uchraganini ko'rdim-u, cho'chib uyg'onib ketdim. Bizga nimalar bo'lyapti? Bir hafta oldin Jon endi Maykelmi? Telefonni oldim-u, Maykelga qo'ng'iroq qildim. Ancha chaqiruvdan so'ng Maykelning uyqusiragan ovozi eshitildi. "Ha, tinchlikmi, Jeff? Yarim kechasi nima bo'ldi? Yoki meni sog'indingmi?" deya hazil aralash gapirdi. Hozir hazil vaqti emas. Ahvoling joyidami, Maykel? "Ha, uxlayotgandim. Tinchlikmi?" Shunchaki o'zim so'rayotgandim. Unga dahshatli tushum haqida aytgim kelmadi. "Bo'pti, xayrli tun, yaxshi dam ol." Maykel, "Mayli do'stim, yaxshi dam ol sen ham." Ko'nglim xotirjam bo'ldi. Hammasi joyida ekan. Yarim tun Maykelning uyi ikki qavatli edi. Tepa qavatdan kimningdir qadam tovushlari eshitildi. Uyg'onib ketdi va atrofga qaray boshladi. Bir o'zim yashayman-ku, yoki o'g'ri tushdimikan? U shunday xayollar bilan zina tarafga yurdi. Tepaga qarashi bilan dahshatdan qotib qoldi. Zina boshida yuzlari qon aralash tabassum bilan Maykelga qarab turardi. "Brent", dedi beixtiyor pichillagan holda. "Brent, Salom, yajanim keldi sen yoningga", dedi sovuq ohangda. Maykel shok holatida va qattiq qo'rqqanidan hovli tomon yugurdi. Hovliga chiqishi bilan garaj tomon keta boshladi. Ortidan Brent paydo bo'lib, uning oyog'i tomon 2 marta o'q uzdi. Holsizlanib yerga yiqildi. Og'riqni zo'ridan emaklagan holda ko'chaga olib chiquvchi yo'lak tomon ketardi. "Qoch, qayergacha qochasan? Hammangni o'zim bilan olib ketaman-ku". Maykel emaklagan holda ko'chaga chiqib oldi. Ammo ko'p qon yo'qotgani tufayli holsizlanardi. Uning orqasidan mashina katta tezlikda kelardi. Mashinani Brent boshqarib kelardi. U Maykelning bosib o'tdi. Maykelning qimirlashga ham holi qolmadi. U faqat ingrardi. Brent mashinadan tushib, Maykelning tanasini hovli o'rtasidagi daraxt oldiga olib keldi va simli arqon bilan uni daraxtga osib qo'ydi. Maykel boshdan oyoq qonga botgan, uning tanasidagi ba'zi suyaklari maydalanib ketgandi. "Bu boyliklar hammangni boshingni yeydi", dedi Brent xunuk ovozda va qattiq kula boshladi. Maykel esa so'nggi nafasni chiqardi. U o'ldi. Chicago Shelby avtosaloni ertalabdan ishga borsam, Fred Viktor shu yerda-yu, ammo Maykelni hech kim ko'rmagan. Unga bir necha bor qo'ng'iroq qildim, ammo telefoni o'chirilgan. Soat 9:00 chamasi 2 politsiya xodimlari kelib, bizga dahshatli xabarni aytishdi. Maykel o'z joniga qasd qilibdi. Uning hovlisidagi yuzlari qon aralash simli arqon bilan o'zini osgan holda jasadi topilgan. "Men yo'q, bo'lishi mumkin emas. Kechagina u soppa-sog' edi-ku",
Politsiya xodimlari nima bo'lganini bilmaymiz, janob. Hozir surishtiruv ishlari davom etyapti. Tez orada holat yuzasidan aniq bir javoblarni olishga harakat qilamiz. Hammamiz qayg'uga botdik. Endi Maykl yo'q. Mayklning dafn marosimi ham o'tdi. Ekspertiza natijalari uni o'z joniga qasd qilgan deb topdi. Hayron, eng quvnoq hazilkash, hayotdan ko'ngli to'q inson qanday qilib o'zini o'ldiradi axir? Nega aynan biz bilan shunaqa voqealar sodir bo'lyapti, ha? Oradan 3 kun o'tdi. Mana Mayklning dafn marosimiga ham 3 kun bo'ldi. Avvalgidek hazil kulgilar yo'q. Men Viktor va Friend qoldik. Bugun ishlarim ancha cho'zildi. Uyga qaytaman degunimcha tungi soat 22:00 bo'libdi. Bu vaqtda meni uyimga olib boruvchi yo'lda deyarli mashinalar bo'lmaydi. Yo'lda ketyapman, telefonimga SMS xabari keldi. Ochib qaradim. La'nat ob-havo ma'lumotlari. 2 kundan keyin yomg'ir yog'ib, suv toshqini bo'larmish. Bahor fasli bo'lgandan keyin yomg'ir yog'adi-da. Qiladigan ishi yo'qmi bularni? deya telefonni yonimdagi o'rindiqqa otib yubordim. Birdan yo'lga qaradim. Chamasi 10 metrcha narida yo'lning o'rtasida bir odam joyidan siljimay o'tirardi. Signal chaldi. Chiroqlarni o'chirib yoqdim, ammo u qimirlamadi. Biror bir daydi bo'lsa kerak-da, deya yaqinroq borib to'xtadim. Mashinadan tushmay turib, "Hoy, chetga qoch, kallang joyidami? Ko'rmay qolib urib yuborsam nima bo'lishini bilmaysanmi?" dedim ovozimni balandlatib. U menga shunaqa sokinlik bilan o'girildi-ki, uning yuzini ko'rib shok holatiga tushdim. Bu aniq Brent edi. Ko'zlarimga ishonmayman. Nahotki axir u o'lgan-ku. U sovuq tirjaygancha, "O'zi bir marta bosganlaring yetmaydimi?" dedi jahl bilan. Men qo'rqqanimdan mashinani tez haydab ketdim. Adashmasam 15 daqiqalik yo'lni 5 daqiqada bosib o'tdim shekilli. Uyga yetib kelishim bilan qo'rquvim o'z bo'lsa-da ortga chekindi. Qanday qilib bilmadim, lekin men aniq Brentni ko'rdim. Men tushunib, fojiali o'g'irlikdan keyin u barchamizni birin-ketin o'ldiryapti deb o'yladim. Biz hatto xato qildik. Afsus, endi hammamiz o'lamiz. Telefonimga qo'ng'iroq keldi. Olib qarasam, Viktor soat 22:00 telefon qilyapti ekan. "Alo" deya javob berdim. "Viktor, Jeff, uyimda kimdir boriga o'xshaydi." Men nimalar deyapsan? Qayerdasan o'zi? Viktor mashinani garajga qo'yib qaytganimda xonamdagi narsalar ostin-ustin bo'lib yotgan ekan. Yana vannada suv ovozi eshitilyapti. Men balki suvni yoqib chiqqandirsan, xonangni tozalab turasanmi o'zi? Viktor, "Ha, xonam doim ozoda turadi. Shoshmachi, hozir" dedi-yu, bir necha soniyalardan so'ng u shu yerda dedi va aloqa uzilib qoldi. Alo, Viktor, javob bersang-chi. Kim shu yerda javob kelmadi. Xavotirga tushib, mashinam tomon yugurdim. Mashinaga o'tirib Viktorning uyi tomon ketardim. Yo'lda unga bir necha marotaba qo'ng'iroq qildim, lekin javob bo'lmadi. Viktorning uyiga kelib, darhol ichkariga kirdim. Bir necha bor baland ovoz bilan chaqirdim, ammo biror sado yo'q. Vanna tomon qadam bosar ekanman, ichimdan meni kimdir kuzayotganini his qilardim. Eshikni ochishim bilan baqirib yubordim. Dahshat! Viktorning yuzlari yarmi oq tushgan, kuygan va shiftga o'sha simli orqon bilan osilgan holda turardi. Bu yana nimasi? Kallam ishlamay qoldi. Nahotki Viktor ham o'ldi? Shu zahoti politsiyaga xabar berdim. Ular yetib kelishdi.
Ekspertlarning aytishicha Viktor ham o'z joniga qasd qilibdi. Yuzidagi kuyishlar jarohatlari esa qayerdan bo'lganligini aniqlay olishmadi. Ming la'nat hammasiga. Jon Maykl endi Viktor Frend ikkalamiz qoldik. O'sha tundagi o'g'irlikdan keyin hammamiz birin-ketin o'lyapmiz. Bunda hammamiz aybdormiz. Ochko'zlik bizni o'ldirdi. Hammasi o'sha la'natli mashinalar tufayli. 3 soat avval Viktorning uyi vanna tomonga qarab yurib telefonda Jeffga gapirayotgan Viktor eshikni ochdi va vanna oldida o'tirgan dahshatli qiyofadagi Brentni ko'rdi. Shu yerda dedi-yu, qo'lidan telefonni tushirib yubordi. "Sen o'lganding-ku", dedi tutilib Viktor. Brent O'liklar o'lmaydi dedi. Va sovuqqon kuldi. Viktor esankirab qoldi. Endi qochmoqchi edi hamki qarshisiga tezlik bilan kelgan Brentdan qocha olmadi. Brent uni tomog'idan bo'g'ib devor tomonga uloqtirdi. Viktor boshi bilan qattiq urilib, holsizlanib qoldi. Brent uni vanna oldiga olib keldi. Vanna ichidagi suv o'z-o'zidan qaynay boshladi. Viktor unga yalinardi. "Iltimos, bunday qilma", deya. Brent Endi vijdoning uyg'ondimi? deya baqirdi va qaynab turgan suvga Viktorning boshini tiqdi. Viktorning tipirchilardi, qutulishga harakat qilardi, ammo foydasiz. Brentga hech kuchi yetmasdi. Brent uni boshini qaynagan suvda bir necha daqiqa ushlab turdi. Viktor holsizlanib qoldi. Uning deyarli ovozi ham chiqmay qoldi. Kuchli og'riq iskanjasida faqat ingrardi xolos. Uning yuzi dahshatli holatga keldi. Yuzining deyarli hamma yeri kuygan, terlari kuyib, ko'zlari ko'rmay qolgandi. Brent Viktorni shiftga, ya'ni vanna tepasiga shiftga tikolli simlar bilan bo'yniga osib qo'ydi va so'nggi so'zni aytdi. Aytgandim-ku, hali bu boyliklar senlarni boshingni yeydi, dedi va baland ovozda kula boshladi. Viktorning joni uzildi. U dahshatli azobda jon taslim qildi. Viktorni dafn marosimi bo'lib o'tdi. 3 eng yaqin do'stlarim bu dunyoni tark etdi. Endi men va Fred avtosalonda ishlarimizni davom ettiradigan bo'ldik. Bugungi kun juda og'ir o'tyapti. Do'stlarimiz borligida ishim sancha yengil o'tardi. Endi navbat kimga? Men yoki Fred? Bilmadim. Boshim qotdi. Shu la'natli mashinalar, pullar bo'lmaganda hayotimiz ancha yengil kechardi. Endi bunday gaplarning foydasi yo'q. Bugun juda charchadim. Uyga kelishim bilan yotib uxladim. Yarim kechasi yana dahshatli tushdan uyg'onib ketdim. Tushimda Friend va meni mashina urib ketgandi. Friendga qo'ng'iroq qildim, ammo javob kelmadi. Darhol mashinaga o'tirib Friendning uy tomon shoshildim. U uyda yo'q edi. Qayerga ketdi? Hamma yoqni qarab chiqdim. Friend hech qayerda yo'q. Michael, John, Viktor endi Fredmi? Bu dahshatli qachon tugaydi o'zi? Telefonimga qo'ng'iroq keldi. Alo deya javob berdim. Salom janob. Jeff, siz bo'lasizmi? Ha, menman. Chicago pozitsiyasidanman. Janob Fred, sizni do'stingizmi? Men, ha, tinchlikmi o'zi? Do'stingizni Red Street ko'chasidagi 6-uydan jasadini topdik. Tez yetib keling. Telefon qo'llarimdan tushib ketdi. Yerga o'tirib qoldim. Nahotki Friend ham o'lgan bo'lsa? Ha, u o'ldi. Seni navbating keldi. Hammangizni o'zim bilan olib ketaman degan ovoz keldi.
Ortimga qarashim bilan Brentning dahshatli qiyofasini ko'rib, shok holatiga tushib qoldim. "Bizni nega o'ldiryapsan? Meni tinch qo'y" dedim duduqlangancha. Brent, menga rahm qilganmidinglar? Buguncha yashab qol. Ertaga sen ham do'stlaringni oldiga jo'naysan. deya baland ovozda kulardi. Boshimga qattiq zarba keldimi, bilmadim, hushimdan ketib yiqildim. Ko'zimni ochsam, shifoxonadaman. Yarim tun. Frentning uyi. Frent qandaydir shovqinda uyg'onib ketdi. Tepa qavatdan qadam tovushlari eshitilardi. Frent uyda bir o'zi yashaydi. U Brent bilan bo'lgan voqealardan so'ng qo'rquvga tushib qolgani, Jeff unga hamma narsani aytib bergandi. Michael, John, Viktor hammasini Brentning arvoh o'ldirganini hamma bilardi. U vahimaga tushib garaj tomon yugurdi. Garajga kirib, mashinaga o'tirmoqchi bo'ldi, lekin cho'ntagida kalitlar yo'q edi. Frentning orqasidan ovoz keldi. Mana buni qidiryapsanmi? U orqasiga o'girildi. Unga dahshatli qiyofada Brent qarab turardi. Frent dahshatga tushdi. Endi qochmoqchi edi. Brent uni ushlab, yuzini mashina oynasiga urdi. Frent zarbaning kuchiga yerga keyin o'zini sovuq quroli bilan, ya'ni tikonli simlar bilan bo'ynidan bog'ladi. Simni ikkinchi tomoni esa mashinaga bog'ladi. Frent unga yalina boshladi. "Meni kechir, meni aybim yo'q edi." Brent Hammang birdek aybdorsan, dedi va mashinaga o'tirdi. Uni yoqib katta yo'lga chiqdi. Mashinani asta-sekin tezlik ola boshladi. Uni orqasiga tikonli sim bilan bog'lab qo'yilgan Fred sudralib ketadi. Brent katta tezlik bilan o'zini uyiga burildi. Frent esa katta yo'lga sudralgan holda uni orqasidan ketardi. Va nihoyat Brentning uyiga kelishdi. Frentning ahvoli havas qildi. Shuncha uzoq yo'lga sudralib kelgandan keyin yuzida terisi qolmagandi. Bo'ynidagi simlar boshi tanasidan ajralganday botib ketgan edi. U deyarli gapira olmay qolgandi. Dahshatli og'riqdan faqat ingrardi xolos. Brent uni sudrab aynan o'zi osib qo'yilgan daraxtga etdi va Frentni osib qo'ydi. Hozirgi vaqt ko'zimni ochsam shifoxonadaman. Politsiyachilar meni oldimga kelib, Frentning o'limi haqida xabar berishdi. Bu baxtsiz hodisa emas, balki qotillik ekan. Ularning aytishicha, hozir qotil topilmagan, ammo u ham daraxtga tikonli simlar bilan osib qo'yilgan ekan. Eng yaqin do'stlarimdan ayrilganimga chidolmadim. Yig'lab yubordim. Brent endi meni ham o'ldirishga keladi. Qorong'u tushishini xohlamayman. Kech kirdi. Soat 22:30 atrofida. Palata eshigi ochilishidan uyg'onib ketdi. Eshik oldida turgan soyaga ko'zim tushdi. "Doktor, hamshira" deya gapirdim, ammo javob kelmadi. Uning o'rniga Brentning dahshatli kulgisi eshitildi. U men tomon sekin asta yaqinlashib kelardi. Men o'rnimdan turdim, hamki u yonimda paydo bo'ldi va men ikkinchi qavat derazasidan pastga tashlab yubordi. Qo'rqib uyg'onib ketdim. Xayriyat, tushim ekan. Nima tushing ekan, yo tarafimdan kelgan ovozdan yuragim orqaga tortib ketdi. Shundoqqina yon tarafimda Brent menga qonli yuzlar bilan qarab turgandi. Men baqirib yubordim.
nima bo'ldi, qo'rqib ketdingmi deya sovuqqina tirjaydi Brent. Iltimos meni o'ldirma, nima desang qilaman deya unga yalinishga tushdim. Buni avvalroq o'ylash kerak edi. Hozir seni jahannam tubiga, ana bu do'stlaringni yoniga jo'nataman dedi. Va yonidan katta shpris olib oyog'imga 2 marta sanchib oldi. Og'riqdan baqirib yubordim. U esa yana o'sha shprisni yana bir necha bor menga sanchib oldi. Hosillikdan yerga quladim. Birozdan so'ng badanim shu darajada qizib ketdiki, og'riqqa dosh bera olmay baqirardim. Nahotki meni shunday katta kasalxonada hech kim eshitmayapti. Bret kulgancha bo'ynimga tikonli simni bog'ladi va 2-qavat gaz o'tkazuvchi quvurga osib qo'ydi. Yuzlarim kuyib ketgan, yuzimdagi suyaklar ko'rinar darajada edi. Meni og'riqni his qilmay qo'ydim. Brent esa Gandimku senlarga hali bu boyliklar boshingni yeydi deb. telbalarcha baqirib kula boshladi. Siz biz o'g'irlikni ortidan mana shunaqa fojialarga yo'liqdik. Bizni mashinalar va ochko'zlik o'ldirdi. Ming afsus. Yakun ayanchli, lekin bu hikoyani kimdir eshitgan bo'lsa, iltimos o'tkinchi havaslarga berilib noto'g'ri yo'lga kirmang. Aks holda yuqoridagidan battarroq ishlar siz bilan sodir bo'lishi mumkin. O'zingizni ehtiyot qiling. Hurmatli muxlislar, eshigingizni kim taqillatib kelsa ham har kimga ham ochavermang. Sizda ham baxtsiz hodisa ro'y berishi mumkin. Bu yolg'on emas, ha shunday. Hozirgi vaqtda shunaqalar ko'payib ketyapti. O'g'ri shunaqalar. Iltimos o'zingizni ehtiyot qiling. Yaqinlaringizni asrang. Xullas, keyingi hikoyalarimizda ko'rishguncha azizlar. Hikoya haqida fikringiz kommentga yozib, reaksiyalarni bosib tashlaysiz. Sizlar bilan bloger Bekzodbek bo'ldi. Hali undan-da zo'r hikoyalar hali oldinda. Rahmat barchangizga. Hikoyam shu yerda yakun topadi.